Assalomu alaykum do'stlar. Bu video TradingView haqida bo'ladi. Qisqa lo'nda to'liq gaplashamiz. Bo'lmasa boshladik. TradingView haqida ozgina ma'lumot berib o'tkazsam, keyin platformaning o'ziga o'tib, barcha funksiyalarini birgalikda ko'rib chiqamiz. TradingView treyderlar va investorlar uchun mo'ljallangan eng mashhur platformalardan biri hisoblanadi. Platforma 2011-yilda tashkil topgan bo'lib, hozirda butun dunyo bo'ylab millionlab foydalanuvchilarga ega. Asosan grafik tahlil, texnik indikatorlar va moliyaviy bozorlarni kuzatish imkoniyatlari bilan mashhur. Platforma orqali forex, aksiyalar, kriptovalyuta, indekslar, futures va boshqa ko'plab instrumentlarni real vaqt rejimida kuzatish va ishlash mumkin. Eng katta ustunliklardan biri juda qulay va professional grafik interfeysiga egaligi. TradingView ko'plab mashhur brokerlar bilan integratsiya qilingan, masalan IC Markets, Interactive Brokers, Pepperstone, Oanda va boshqa broker hisoblarini ulab to'g'ridan-to'g'ri savdo qilish mumkin. Platformada 100 dan ortiq texnik indikatorlar, chizish instrumentlari va tayyor strategiyalar mavjud. Bundan tashqari foydalanuvchilar Finance Script orqali o'z indikatorlarini yaratishlari mumkin. Hop, endi vaqtni cho'zmaymiz, kelinglar platformani o'rnatish, ichidagi foydali funksiyalarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Hop do'stlar, bo'lmasa TradingView platformasini skachat qilishdan boshlaymiz. Hop, tradingview.com ga kirib, hop, prilojeniyas. Hop, mana bu yerda bor ekan. Mana Windows uchun, MacOS uchun, Linux uchun platformalar mavjud ekan. Hop, bizga Windows ga kerak. Hop do'stlar, mana skachat bo'ldi. O'rnatamiz. Men oldin skachat qilganligim uchun menda bor. Ya'ni men oldin o'rnatganligim uchun qaysi papkaga o'rnatish haqida ma'lumot chiqmadi. Sizda chiqishi mumkin, belgilab o'rnatasiz. Mana do'stlar, добро пожаловать TradingView. Hop, pastida войти при помощи браузера. Brauzer orqali o'tib login qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni registratsiyadan o'tib olishimiz kerak. Chunki TradingView platformasidan foydalanayotganingizda bu narsa muhim. Chunki TradingView platformasi o'chib ketib qolsa ham, yo'q qilgan, chizgan analizlaringiz, qo'ygan indikatorlaringiz hammasi joy-joyida bo'ladi. Chartlar, interfeyslar siz o'zingizga qanday moslagan bo'lsangiz, o'shanday turadi. Bu narsa yoqimli, shuning uchun login qilib olgan yaxshi. Albatta, login qilishimizdan oldin registratsiyadan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Gmail akkauntlarimizga kirgizib, keyin brauzer orqali o'tib, dastur berib, keyin TradingView bilan bemalol foydalanishimiz mumkin. Bu bo'lmasa, registratsiyadan o'tishni boshlaymiz. Registratsiya qilishdan maqsad aynan bitta login orqali o'tib, TradingViewda analiz qilgan bo'lsangiz, uni notebookda yoki telefonda bemalol kuzatishingiz mumkin. Yana boshqatdan analiz qilishingizga to'g'ri kelmaydi. Baribir login qilib olishingiz kerak, registratsiyadan o'tib olishingiz kerak. Shu narsaga baribir duch kelasiz. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Kelinglar, shu yerda o'zdan registratsiyadan o'tishni boshlaymiz. Xo'p, mana tradingview.com registratsiya degan joyga bosamiz. Mana bu joyga pastga bosadigan bo'lsanglar, masalan Facebook, Twitter, Apple, ya'ni Facebookdan o'tgan loginingiz, akkauntingiz bo'ladigan bo'lsa, undan ham o'tib login qilishingiz mumkin. Xo'p, bizga mana Gmail kerak bo'ladi. Men Gmail orqali o'tganman. Men Yandex brauzerga Gmail akkauntlarimni kirgizib qo'yganligim uchun men o'zim istagan Gmailimdan kirishim mumkin. Xo'p, mana. Xo'p, kirib olamiz. Продолжить. Mana do'stlar, почти все готово. Pastiga email degan joyga o'zingizning nicknamingizni yoki ismingizni yozib olasiz. Men shunchaki hozir yozib ko'ryapman. Xo'p, pastiga ikkinchisiga bittaga bosib olamiz va delete tugmachasini bosamiz. Mana do'stlar, o'sha akkauntimiz tayyor. Hozirgi ochgan akkauntimiz. Xo'p, endi bu brauzerni yopib turib, TradingView platformasiga o'tamiz va войти при помощи brauzerga o'tib dastur berib olamiz. Xo'p, Google Gmail akkauntiga kirib, mana shu joyga hozirgi kirgizgan akkauntimizni, ya'ni Gmailimizni kirgizib olamiz. Xo'p, dalay bosamiz va Gmail akkauntimizning parolini kirgizib olamiz. Xo'p, dalayni bosib olamiz. Mana do'stlar, dasturni bosib olamiz. Открыть. Mana do'stlar, добро пожаловать TradingView. Xo'p, bu yerda yozyapti sistemная, темная, светлая. Xo'p, biz temnani tanlab turamiz. Dalay. Хорошо.
Xo'p, mana do'stlar, TradingView. Xo'p, bu platforma global platforma, deyarli hamma treyderlar ishlatadi. Juda ko'p treyderlar aynan shu platforma orqali analiz qilishadi, bozorni kuzatishadi va savdo qiladi. Chunki TradingView interfeysi sodda va tushunarli, savdo instrumentlari real bozorga juda yaqin va qulayliklari, imkoniyatlari juda ko'p. Shuning uchun ko'pchilik foydalanadi. Analiz qilish uchun yana MetaTrader 5 ta ham analiz qilib, savdo qilib ishlaydiganlar bor. Bu haqida ham keyingi videoda batafsil gaplashamiz. Bo'lmasam platformani o'zimga moslashni va to'g'rilashni boshlayman. Siz ham ko'rib tushunmagan joyingiz bo'lsa to'g'rilab olishingiz mumkin. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Birinchi o'rinda mana bu orqasidagi setkalarni yo'qotishdan boshlayman. Buning uchun mishkani o'ng tarafini ezib, Настройкаga o'tib, оформленияni bosib, bu yerda mana liniya setkidan xohlasangiz vertikalni tanlashingiz mumkin. Mana bunaqa. Xohlasangiz gorizontalni tanlab ishlashingiz mumkin. Xo'p, menga 5 sveta yoqadi. Chunki analiz qilib, indikatorlarni qo'yib, bemalol ishlashim uchun. Agar sizga mana bunaqa barlar yoqmayotgan bo'lsa, xo'p, Настройкаga o'tib, mana instrumentdan shu yerdan tanlashingiz mumkin. Xohlasangiz ko'k olasiz, xohlasangiz qizil olasiz. O'zingizga yoqqanini, qulayini to'g'rilab olishingiz mumkin. Xo'p, ikkinchi qiladigan ishim mana bu o'ng tarafda turgan instrumentlarni o'zimga kerakligini olib qolib, keraksizlarni o'chirib yuboraman. Xo'p, mana bu yoqda korzinka chiqib turibdi. Shuni mishkani chap tarafini ezib uzatib qolishingiz mumkin. Xo'p, bizga bular kerak emas, shuning uchun hozircha udalit qo'yamiz. Xo'p, aksiyalar. Aksiyalar ham hozircha kerak emas. Valyuta juftliklari. Xo'p, bular turib turaveradi. Xo'p, kriptovalyuta. Hozircha bular ham kerak emas. Xo'p, agar bu yerga qo'shadigan bo'lsangiz, mana plyusni bosib, masalan, gold kerakmi? Shuni bossangiz bu yoqqa o'tib qoladi mana. Agar yana nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana plyusni bosib, bu yerda mana yevro USD yoki bo'lsa mana DXY ni qo'shib ko'ramiz. Mana DXY qo'shildi. Agar kerak emas bo'ladigan bo'lsa, udalit qilishingiz mumkin. Ya'ni bu nimaga? Bu yerdan klaviaturadan yozib o'tirmasdagi shunchaki shuni yozuvni ustiga bosasiz va chap o'shunga o'tadi. Bu men uchun qulay. Xo'p, keyingi qiladigan ishim time frame'larni to'g'rilab olaman. Buning uchun tepadagi mana bu D ustiga bosib olaman. Bosganingizdan keyin bu yerda mana minutlari, sekundlargacha chiqarib beradi. Xo'p, o'zingizga kerakli bo'lgan minutlarni, kunlarni, oylarni belgilab olishingiz mumkin. Xo'p, menga kerakligi 1 oylik, 1 haftalik, 1 kunlik, 4 soatlik, 1 soatlik, 30 minutlik, 15 minutlik, 5 minutlik va 1 minutlik. Xo'p, shular kerak bo'ladi. Mana tepada hammasi bor. Ya'ni men hozir belgilagan hamma time frame bilan tepada ko'rishingiz mumkin. Xo'p, masalan 4 soatlikka oladigan bo'lsangiz, mana bozorning harakatlanishi 1 soatlikka olishingiz mumkin mana. Xo'p, kelinglar birinchi yaqinlashtirib olaylik. Xo'p, mana 4 soatlikka o'tib, xo'p, mana yaqinlashtirib oldik. Time frame'lar yonida mana barlar turibdi. Agar sizga yaponskiy sveti mana bu sveti yoqmayotgan bo'lsa, bemalol mana bunaqaga o'zgartirishingiz ham mumkin. Agar bu ham yoqmasa, mana liniyaga olishingiz ham mumkin. Liniya bilan ham ishlashingiz mumkin. Menga ko'proq yaponskiy svet yoqadi. Chunki mana bu liniyalarni ko'rib turishim uchun. Xo'p, keyingisi indikatorlarni qo'yishingiz mumkin. Masalan, indikatorga bosasiz. Bosganingizda masalan RSI kerak bo'lyaptimi? RSI ni yozsangiz mana chiqarib beradi. Va o'zingizga kerakli RSI ni tanlab bemalol ishlatishingiz mumkin. Mana bu yerda 20 tadan 30 tadan ortiq RSI bor ekan. Agar siz o'zingizga kerakli indikatorni yaratmoqchi bo'lsangiz, mana Moy Scripty degan joydan, ya'ni meni kodlarim degan joyga kirib, mana Finance Script orqali bemalol indikatorni yaratishingiz mumkin. Bu yerda o'zingizga kerakli indikatorlarni yozib, strategiyalar tuzishingiz mumkin.
Bo'lmasam keyingisi soatcha, ya'ni budillik. Siz qaysidir narxni belgilab, savzat qiladigan bo'lsangiz, narx o'sha joyga yetib borganda sizga xabar jo'natadi. Ya'ni budillik sizga xabar jo'natadi. Xo'p, keyingisi simulyator rinki. Ya'ni bu replayga, ya'ni testerga o'xshagan narsa. Siz qaysidir davrni belgilab turib, masalan, shu joyga bosib turib, keyingi bo'ladigan jarayonni analiz qilishingiz mumkin. Bu narsa TradingView'ni, ya'ni instrumentlarni analiz qilishga juda ham yordam beradigan narsa. Lekin bu faqat premium versiyasida bo'ladi. Xo'p, keyingisi mana bu narsa nima? TradingView'da doim shunaqa reklamalar chiqib turadi. Agar siz pullik versiyasini sotib oladigan bo'lsangiz, bu narsa chiqmaydi. Noyabr-dekabr oylarida TradingView platformasida katta skidka bo'ladi, ya'ni 70%, 80% gacha skidkalar, aksiyalar bo'ladi. Shu paytda sotib olishingizni maslahat beraman. Xo'p, keyingisi mana bu narsa. Agar bu narsa yoqmayotgan bo'lsa, mana bu to'rtburchak. Mana tepaga bosib turib, shu yerdan tanlab olishingiz mumkin. Xohlasangiz tochka qilib olishingiz mumkin. Ya bo'lmasam, strelkani o'zini qilib olishingiz mumkin. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz mana bu joylardagi liniyalarni, Fibonaccilarni belgilab chiqamiz. Bu bo'lsa tepadan liniyalardan belgilashni boshlayman. Xo'p, birinchisi mana bu kerak bo'ladi, liniya trendi. Xo'p, keyingisi gorizontalniy liniya kerak bo'ladi. Uchinchisi mana bu kerak bo'ladi, uni pastidagi. Keyingisi vertikalniy liniya kerak bo'ladi. Xo'p, vertikalniy liniya qaysidir davrni belgilab topishda yordam beradi. Xo'p, keyingisi Fibonacci. Men Fibonaccilar bilan ham ishlayman, masalan, korreksiya Fibonacci bu ham kerak bo'ladi. Xo'p, qolgani kerak emas. Keyingisi xo'p, grafический pattern. Patternlarda men patternlar bilan ko'p ishlamayman. Xo'p, prognoz. Birinchisi bilan ikkinchisi kerak bo'ladi. Xo'p, marker. Xo'p, strelkalar. Xo'p, mana прямоугольник ham kerak bo'ladi menga. Xo'p, вообще kerak emas, trayektoriya. Xo'p, trayektoriya ham kerak. Xo'p, smiley вообще ishlatmayman. Tekst umuman kerak emas. Lineyka o'zi shundoq ham bor. Lupa kerak emas. Xo'p, qolganlari kerak emas ekan. Xo'p, belgilab olganligim sababi analiz qilayotgan paytimda har doim ham shu yerga kirib, qidirib, vaqtni o'tkazmayman. Shunchaki kerakligini olib ishlatishim mumkin. Masalan, gorizontal liniya. Masalan, Fibonacci. Bularning ustiga bosasiz, korzinkani bosasiz, uchib ketadi. O'zingizga kerakli bo'lgan joyga qo'yib olib bemalol ishlashingiz mumkin. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz mana bu soatni to'g'rilashimizga to'g'ri keladi, ya'ni bizning hududga, bizning mintaqaga to'g'ri keladigan soatni to'g'rilashimiz kerak. Xo'p, buni ustiga bosamiz. Xo'p, bizga to'g'ri keladigan mintaqa bu. Adashmasam Ashxobod bo'lishi kerak. Xo'p, mana bizda soat 4dan 2 minut o'tdi. Mana bu yerda ham 4dan 2 minut o'tdi. Xo'p, endi mana bu dumaloq ichidagi bayroq, Amerika bayrog'i nima deydigan bo'lsangiz, buni ustiga bossangiz, yangilik chiqishlari, soatlari, kunlarigacha yozib qoldirilgan. Aynan shu paytda yangilik bo'ladi. Mana buni ustida boshqa, mana buni ustida boshqa. Xo'p, endi mana bu interfeysni, ya'ni yaponskiy svechalarni zoom qilmoqchi bo'lsangiz, narxni o'ziga bosasiz, ya'ni bu tarafdagi, o'ng tarafdagi narxni ustiga bosib turib, pastga tortasiz. Mishkani o'rtadagisini aylantiradigan bo'lsangiz orqaga, chap tarafga zoom bo'lishni boshlaydi. Oldiga aylantiradigan bo'lsangiz, yana joyiga qaytishni boshlaydi. Agar siz shu yerni o'zini zoom qilmoqchi bo'lsangiz, klaviaturadan Ctrl, ya'ni Ctrl ni bosib, shu yerni o'zini zoom qilishingiz mumkin. Ya'ni chap tarafga yurmaydi, faqat shu joyni o'zi zoom bo'ladi. Xo'p, yana nima?
Agar sizga mana bu narsalar yoqmayotgan bo'lsa yoki yo'qolib qolgan bo'lsa, mana bu yulduz orqali paydo qilishingiz mumkin yoki yulduz orqali yo'qotishingiz mumkin. Masalan, bir marta bossangiz yo'qoladi, yana bir marta bossangiz paydo bo'ladi. Aynan siz belgilagan narsalar. Xo'p, agar siz shu yerda o'zida savdo qilmoqchi bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tgan brokeringiz bo'lsa, bemalol login qilib ishlashingiz mumkin. Aynan targ'ibot ustiga bosib olasiz va shu yerda o'zidan brokeringizni topib olasiz. Bu brokerlarning hammasi TradingView bilan integratsiya qilingan. Agar topa olmayotgan bo'lsangiz, mana bu lupani ustiga bosasiz. Brokeringizni nomini yozasiz. Masalan, IC Market. Mana do'stlar, IC Markets. Masalan, o'anda mana. Bemalol shuni ustiga bosib, login qilib ishlashingiz mumkin. Xo'p do'stlar, keyingi haftalikka o'zim uchun analiz qilib oldim. Ya'ni bu shunchaki taxmin. Birinchi podдержка zonasini, сопротивление zonasini aniqlab, Fibonacci tortib, oltin zonasini aniqlab oldim. Agar narx shu yerda ochilib, yana dalcha buy yurishi mumkin. Chunki shu yerda likvidlik zonalar bor, shularni yechib, shu yerdan yana selga qaytib olish mumkin. Agar yo'q, narx shu yerdan yana selga qaytadigan bo'lsa, shu joygacha, podдержка zonasigacha qaytib, yana buyga yurishi mumkin. Agar 4 soatlik svecha shu yerdan balandda yopiladigan bo'lsa, shu zonagacha yana buy yurishi mumkin. Xo'p, mening fikrimcha keyingi hafta avval podдержка zonasiga tushib, keyin yana buyga qaytishi mumkin. Xo'p do'stlar, bu shunchaki taxmin, o'zim uchun qilingan analiz. Agar kimgadir foydali bo'ladigan bo'lsa xursandman. Albatta, risk hammaning o'zini bo'ynida. Bugungi videoda TradingView platformasi bilan yaqindan tanishtirishga va platformaning asosiy interfeysi, eng muhim funksiyalari, grafiklar bilan ishlash, indikatorlar haqida ma'lumot berishga harakat qildim, qo'ldan kelgancha albatta. TradingViewda bundan ham ko'plab imkoniyatlar bor. Ularning barchasini bitta videoda yoritish imkoni yo'q. Shu sababli keyingi videolarimda qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va ayrim joylarda xato qilgan bo'lsam, bemalol kommentariyada fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Keyingi video roligimizda ko'rishguncha